Assalomu alaykum hammaga. Bugun Jack W4 2 hamma aka hamraspa mashinasi haqida gaplashamiz. Hop, buni asosiy mexaniklarda qiynaydigan narsa ishchilar ishlab turgan paytda, chevar ishlatgan paytda buni oxirgi skorostiga qo'yib olishi. Buni yechimi oddiy. Buni misol o'zi 50 gacha bo'ladi, biz 35 gacha qo'yib qo'yganmiz. Buni chevar o'zi ichkaridan to'g'rilayolmaydi. Buni qanday qilishni ko'rsataman. Buni o'chirib, mashinkani o'chirib olamiz. Degan mashinkani o'chirgan holatda hop. Bu ikkala knopkani bosib mashinkani yoqib olamiz. Shu ikkala knopka bosilgan holatda mashinkani yoqamiz. Mashinka yoqilgandan keyin F chiqadi. Biz L ga o'tamiz. Okey. Okey. Hop, buni biz xohlagan joyga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Hop, misol men 35 tezlikka qo'ygan bo'lsam, endi 40 ga qo'ymoqchiman. 40 ga qo'ygan holatda okey bosamiz. Bo'ldi. Mashinkani o'chiramiz. Mashinkani yoqamiz. Mashinkamiz endi 40 tezlikgacha bemalol ko'tariladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, bundan qiziqroq videolar chiqarishimiz uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.